pasportni ko'rsating. Salom janob, pasport. Meniki emas, oyimniki. Birinchi darvoza, o'rindiq 34-chi. Parvozingizga xudo bo'lsin. Qo'lim, biron nima desangizchi. Axir hammamiz juda xavotirdamiz. Janob, axir aytdim, bu samolyot Lahorga yetkazilganini bilamiz xolos. Ichki ishlar vazirligiga murojaat qiling. Ayni paytda olib qochilgan samolyot hanuz Lahorda qolmoqda. Vazir kelyapti. Pokiston prezidenti Ziyoul Haqqa minnatdorlik bildirmoqchimiz. U tufayli muzokaralarimiz muvaffaqiyat bilan yakunlandi. Hamma asirlarni bir necha shart evaziga ozod etishdi. Keyin ularni Lahordan Delhiga poyezdga yetkazishdi. Inspektor, men Malxotraman. Bu sizning oyingizmi?